Mehmonimiz mayli. Xo'sh. Aniga ishonyapsan, aktyorga ishonyapsan. Ha, aktyorga ishonyapsan. Sen ham uning ish qilyapsan. Biznes qilyapsan. Biznes qilyapsan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Xullas, mana bu videoni ko'rdinglar. Bu yerda o'zbekistonlik bu akamiz Qozog'iston o'sha Rossiyaga qatnasa, Qozog'istonda mana shunaqa holatda bosim qilib, mana qo'lidagi qurol, ya'ni temir jismni ko'ryapsizlar, ya'ni atyorka bilan qo'rqitib 500 aqsh ber, boshqa ber deb yo'lini to'sib nima qilyapti ekan. Bu akani qilgan ishini ko'ringlar. Umuman qo'rqmasdan hozirgi holatda bemalol gapini o'tkazib o'tib ketyapti. Endi bitta savol tug'iladi. Bu-ku gapini o'tkazib o'tib ketdi, lekin o'tolmayotganlar qancha ekan? Bular misol o'rganib qolishganmi yoki nima? Misol yoki Qozog'istonda qo'shni davlat bo'lgan Qozog'istonda mana shunaqa insonlarni, misol o'zbek, qirg'iz, tojiklar misol bora olmaydimi? Nima uchun faqat o'sha Qozog'istonning cho'llarida, Qozog'iston o'sha shaharlari, avullarida ba'zi bir holatlarda mana shunaqa insonlar va ba'zi holatlarda ko'rib qolamiz internet ijtimoiy tarmoqlarda GAI xodimlari ham to'xtatib pul olishlar, orqasidan yurib, orqasidan quvib borib nima qilishligi bu aqlga sig'maydigan holatda. Biz musulmon davlat bo'lsak, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Sizlar o'z fikringlarni qoldiringlarchi, mana shu videoga o'zinglarning izohinglarni beringlar. Bo'ldi, ket. Safarda o'tdi. Nima bo'ladi safarda? Nima bo'ladi safarda? Nima? Shuni inson keltirib aqcha so'rasang beraverishing kerak. Mana Qozog'istondaman, nima deysan? Mana Qozog'istondaman, nima deysan? Gapir. Yo'q, gapir. Nima urajat qilasan? Yo'q, gapir. Nima deysan? Urishasanmi? Urishasanmi? Nima qilasan? Yo'q, qamatasanmi? Nima bo'ladi uni qilsam? Tupoy bo'lishim kerak. Tupoy bo'lishim kerak. Sen kelyapsanmi? Ben sana bormayapman. Nimaga beraman O'zbekistonga? Nimaga beraman O'zbekistonga? Kim beradi? O'zbekistonga bo'lsa hech kim bormaydi O'zbekistonga. Voy bormi? Deymi? Bizda ishlar bor, organ yo biror kim emasda. Nima qilay o'zi? Urmaymi, nima qilay? Va Qozog'iston yurish mumkin emasmi? Yo sendan so'rab yuraman. Nima? Maqsad nima? Tushunasanmi? Nima maqsad nima? Asay maqsad. Ochib qo'yaman. Asay. Al. Nima deysizlar, bu holatda kim haq, kim nohaq edi? Mana shu yigit haydovchi. Yonida 5-6 ta o'sha Rossiyaga olib ketayotgan omonat o'sha yigitlar bor, yosh yigitlar bor ichida. Ularni ham qo'riqlash, ularga ham javob berish kerak. Kommentariy ochiq oydinlikda o'z fikringlarni qoldiringlar. Barchaga rahmat.